Agar kimdir siz kimsiz deb so'rasa, ularga ayting: biz Yevropa uchun papani rahm-shafqat qilib tiz cho'kishiga sabab bo'lgan Atillaning, xitoyliklarni qo'rquvdan buyuk Xitoy devorini qurishga majbur qilgan Metexonning, 200 ming vizantiyalikni atiga 30 ming qo'shin bilan yo'q qilgan Alp Arslanning, 12 ming kishi bilan Hindistonni egallagan Bobur shohning, yovga asir tushishdan ko'ra tepalikda otdan daryoga sakrashni afzal ko'rgan Jaloliddinning va butun Markaziy Osiyo, Rossiya, Eron, Hindiston, Misr, Kavkaz va Anadoluni bir bayroq ostida birlashtirgan Amir Temurning avlodlarimiz va bizning tilimiz, dinimiz, qonimiz birdir. Saboyalar tarix tomondan tuproq uyg'onar izlarimdan. Kimman desang tingla yurakni, vatan urar har tomirimda. Men sening oldingda qarzdorman vatan, faqat qo'shiq bilan to'lanmas bu qarz. Men bu yurtga qarzdor tug'ildim, ko'ksimda jim yonar bir savol. Ajdodlarim yotgan bu tuproq bugun menga bo'ldi bir kamol. Har qarich yer qadim bir sado, har bir shamol bobom nafasi. Men jim tursam hamki qonim ichida O'zbekiston degan sado josh urar. Yurt nomida